Katta obyektlarda kabellar ichida uzilishni qidirib vaqtingiz ketyaptimi? Bugun ishingizni bir necha barobar tezlashtiradigan professional testerlar haqida ma'lumot beramiz. Testerlar vazifasiga ko'ra asosan ikki turga bo'linadi: oddiy va ko'p funksiyali. Oddiy testerlar faqat kabelning butunligini tekshirish, uzilishlarni topish va aloqa bor yo'qligini aniqlash kabi bazaviy vazifalarni bajaradi. Yirik obyektlarda esa kabel uzunligini santimetrgacha o'lchaydigan, tarmoqdagi kuchlanishni ko'rsatib beradigan va hatto devor ortidagi simlarni topishga yordam beradigan ko'p funksiyali professional testerlar zarur bo'ladi. Masalan, Noyafa NF8209 mis kabellar bilan ishlashda eng optimal variant. U uzunlikni aniqlaydi va bo'yini tekshiradi. Agar siz ham mis, ham optik tolali tarmoqlar bilan ishlasangiz, Noyafa NF8508 aynan siz uchun. Uning ichida optik quvvat o'lchagich va vizual defektoskop ham mavjud. Bitta apparat barcha tarmoqlar uchun. Yirik korporativ tarmoqlar uchun esa flagmanlar Noyafa NF8601W va 8601S ishlatiladi. 8601W to'plamida birdaniga 8 ta terminator bor. Bir marta ulab tarmoqdagi 8 ta nuqtani bir vaqtda tekshirasiz. 8601S modeli esa TDR texnologiyasi orqali kabelning aynan qaysi joydan uzilganini santimetrgacha aniq ko'rsatib beradi. Ping jo'natish va IP manzilni aniqlash hammasi shuning ichida mujassam. Tarmoq uskunalarini ishonchli joydan xarid qiling. Qaysi model aynan sizning obyektingizga mos kelishini bilish uchun bizga murojaat qiling.